Aldıraqsallık şeytandan. Amma tezlik pişip etilganlikdandir. Abdori Muhammad Yusuf. İlmiy tadqiqatlar şunu isbatladiki, har qandaq ishqa vaqtim barg'u deb muomala qiladiganlar umuman hamma ishqa kechikib qoladi va ko'p iztirob chekadi. Chunki bundaq kishilar barmoqchi bo'lgan yeriga, qilmoqchi bo'lgan ishiga xeyli ko'p vaqt borligiga ishinib, o'zini boshqa ishlar bilan mashg'ul qiladi. Navbatdagi muhim ishga oldirmaydi. Faqat vaqt intayin az qolgan chaqdala aldirab harakatga o'tadi-yu, kechikib qoladi. Endi buning aksini o'ylang. Saytingizning qo'ng'iroq chalmadi. Siz ishqa yoki maktabga kechikib qolgan bo'ldim deb cho'chib uyg'onib ketdingiz va odatingiz bo'yicha tayyorlanib yurib ketdingiz. Shundaqdimi siz kechikib qolmadingiz va dal vaqtida yetib bordingiz. Siz oldingi holatda kechikib qoldingiz, chunki siz navbatdagi muhim ishqa vaqtim borg'u deb muomala qildingiz. Shuning bilan boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib qilib, asosli ishga kechikib qoldingiz. Ikkinchi holatda bo'lsa, dal vaqtida yetib bordingiz. Chunki navbatdagi muhim ishni oldingi qatorda qo'yib, uningga ahamiyat berdingiz. Oldingi holatda vaqt shunchalik yetarlik turuqliq, siz uningga ahamiyat bermadingiz, natijada mag'lub bo'ldingiz. Ikkinchi holatda vaqt shunchalik tor tursimi, siz uningga ahamiyat berganlikdan muvaffaqiyat qozondingiz. Hayotida katta ishlarni ro'yobga chiqargan va tarix batlaridan o'rin olgan mashhur kishilarning hammasi vaqtning qisliqidan dardlanib turib, vaqt ko'p odamlar qilolmagan, nurg'unlagan katta natijalarni maydonga keltirgan. Vaqtning qisqaligi ularning mahoratini va saviyasini o'stirgan bo'lib, natijada ular o'zlarida oz vaqtda ko'p ishlarni vujudga chiqaradigan odatni yetildirgan. Bularning aksicha har qanday ishga vaqtim borg'u deb muomala qiladiganlar mushu e'tiqodi bilan hayotida nurg'un ishlarni kechiktirib qo'yib, ko'plarni vujudga chiqara olmay voz kechgan. Shuning bilan o'zining umrini zoya qilib etgan. Aldirash bilan tez bo'lish o'rtasida nihoyat cho'ng farq bor. Chunki unumdor kishilar eng qisqa vaqt ichida natija qozonish uchun barcha iqtidorni va tajribalarini ishga soladi. Ammo muvaffaqiyatsiz kishilar vaqt tor kelganda aldiraydi, jafo tortadi, ammo hech qanday narsani ro'yobga chiqara olmaydi. Unumdor kishilar har bir ishga qadam qo'yishdan avval o'zini va vaqtni radga soladi. Ammo muvaffaqiyatsizlar ko'p hollarda ikkilanish ichida bo'lganlikdan ishini nadan boshlashni bilmay umrini zoya qilib o'tadi. Churchill ishni vaqtida bitirishni xohlasang, uni ishi ko'p odamga topshir degan. Yana bir ingliz mutafakkiri aqlli kishilar ishlarni tez qiladi, ammo aldiraqsallik qilmaydi degan ekan. Biz yashayotgan davlatdagi ko'p sondagi ishchi xizmatchilar soatga qarab kun o'tkazadi. Bir kun ichida biror ishni vujudga chiqara olmaydi. Ularning asosli vaqti yonfonga qarash, choy, qahva ichish, bir-biri bilan chaqchaqlashib, ko'ngil etish bilan o'tadi. Ularga biror ish topshirilsa, uni haftalargacha, hatto oylargacha so'zib o'tadi. Tugutishni xohlamaydi. Bularning aksicha oz sondagi ishchi xizmatchilar, xususan chet elliklar bir qancha 10 odamning ishini qo'rqmay ustiga olalaydi va tez vaqt ichida mukammal darajada bitirib bo'ladi. Tonilgan kapitalistlardan biri o'zining tajribasini bayon qilib mundaq deydi.
Şirketimizdə mening bir sekretarım var idi. O nurg'un ishlarni o'zi yolg'iz bejarib, mening yukimni yengillatdi. Şirketni cho'ngaytirish, doirasini kengaytirish degandek ishlar bilan yilqi sekretarımning yuki barg'ansir ig'irlab ketdi. Ammo hamma ishni vaqtida va joyida o'rindab ketib boradi. U qachon bo'lsa bir kuni men endi chidab bo'lolmadim, menga yordamchi kerak deb portlaydigu degan o'yladimi bo'ldim. Degandek u bir kuni boshqa biri orqali o'zining yordamchiga ehtiyojli ekanligini aytibdi. Men uni chaqirtib, qanday taklifi borligini so'rab edim. U shirkatga 5 nafar xizmatchi qabul qilish va ularning har biriga birdan bo'limni tutqizish fikrini berdi. Bu fikr menga yiqib qoldi. Shuning bilan mazkur sekretarim qilib kelayotgan ishlarni 5 kishiga bo'lib berdim. Ammo afsuski shirkatning ishlari orqaga ketdi. Ishlab chiqarish azlab ketdi. Bir odamning ishini 6 odam qilib turibmi, ishlar keyniga ketdi. Bu vaqt ko'p o'ylandim. Oxiri bu 5 bo'limni yo'q qilib etdim. Burunqi sekretarimni chaqirib, hamma ishni burunqidakla uningga topshirib, uningga maoshni o'stirdim. Shuning bilan ishlar qaytadan iziga tushdi. Ishlarga vaqtim borgu, muomalasi qiladiganlar ortiqcha iztirob chekidi. Tashvishlanadi, ammo hech qanday ishni vujudga chiqara olmaydi. Vaqtim borgu, kesiliga mubtala bo'lganlarning asosliq alohidaligi tövendikçe. Vaqt qistab qolganda aeroplanga yetishmoqchi bo'ladi. Halbuki bu chaqda yo'lovchilarning hammasi zalga kirib, ishiklari allburun yepilib bo'lgan bo'ladi. Vaqt qistab qolganda avtobusga ulgurmoqchi bo'ladi. Halbuki bu chaqda avtobus allburun qo'zg'alib bo'lgan bo'ladi. Vaqt qistab qolganda ilmiy maqolani topshirishga aldiraydi, ammo ulgurtalmaydi. Vaqt qistab qolganda mehmondorchilikqa aldiraydi, halbuki o chaqda sohibxon dasturxonni yig'ib bo'lgan bo'ladi. Vaqt qistab qolganda shu vaqtning namozini o'qib olmoqchi bo'ladi, halbuki o joy namozga berishdan burun ikkinchi namozga azon chiqib bo'lgan bo'ladi. Vaqt qistab qolganda oila a'zolari bilan suhbatlashmoqchi bo'ladi, halbuki bu chaqda oila a'zolari to'liq kutishdan zerikib boshqa ishga tutish qilgan bo'ladi. Vaqt qistab qolganda doktorxonaga aldiraydi, halbuki bu chaqda doktorning belgilab bergan vaqti uni kutish bilan o'tib ketgan va boshqa kasal bilan mashg'ul bo'lgan bo'ladi. Vaqt qistab qolganda va'dalashgan kishi bilan uchrashmoqchi bo'ladi, halbuki bu chaqda u kishi to'la saqlab, zerikib ketib qolgan bo'ladi. Maqola tamam. 2020 yili 10 mart